Agar Stalin bloger bo'lganida, uning videolariga like bosmagan va obuna bo'lmagan insonlarni shubhasiz o'limga hukm qilgan bo'lar edi. Ikkinchi jahon urushi vaqtida 1942-yil 28-iyul kuni u o'zining 227-farmonini e'lon qiladi. Bu farmon bir qadam ham ortga yo'q deb nomlanadi. Unga ko'ra, Stalin buyrug'isiz qo'mondon va askarlar ortga chekinishi mumkin emas edi. Diqqat qiling, NKVD tomonidan 158 mingdan ziyod odam o'ldirib yuboriladi. Yana 900 mingdan ortiq odam qattiq jazolanganligi tarixiy manbalarda keltirib o'tadi. Shuning uchun askarlar doim avtomatida, qurolida bir dona o'q olib yurishlari shart edi. Ya'ni asirga tushib qoladigan bo'lsa, o'sha o'qni o'zlariga ishlatishgan. Ayrim manbalarga ko'ra Moskvani ozod qilishda ham O'rta Osiyodan bo'lgan vatandoshlarimizning jasorati katta hissa qo'shgan. Ya'ni ular ortga chekinmagan va ko'pchiligi halok bo'lgan.